Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Agar sizlar bu saytda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib verifikatsiya va registratsiyadan o'tib qo'yishinglar kerak. Pul kiritish, pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun. Demak, profildan to'g'rilaganimizdan keyin bemalol pul ishlasak bo'ladi. Har doimgi biz strategiyamizni qilib o'tamiz, ya'ni birinchi bo'lib bu yoqdan H3 D1 ga o'tkazamiz va bozor holatini uzoqroqdan ko'rishimiz kerak. Demak, ko'rib turganingizdek bozor holati bu yoqda понижающий trend bor ekan. Bu yoqda bu liniyamizni bozor urib o'tgan, hozirlarga chizib ko'rsataman. Mana bu yoqda понижающий trend bo'lgan, ko'rishinglar mumkin. Bitta откат qilib va hozirda bu trendimizni buzib o'tgan va bozor yana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda trend line qilib ko'rsataman, yana понижающий trend bo'yicha harakatlanyapti. Demak, bozor uzoqdan holati понижающий trend, o'shaning uchun biz bemalol bu valyutni parada pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Har doimgidek biz endi 1 minutlik, 2 minutlik сделкаlar pastga qarab ochib olamiz. Demak, 1 minutlik bitta pastga qarab, 2 minutlik, 3 minutlik va 4 minutlik сделкаlar ochib olamiz. Shunda общий $70 dan 4 ta сделка ochgan bo'lamiz. Buni $280 bo'ladi. Shunda bizning чистый прибылimiz har bittasidan $50 bo'lsa, $200 dan ko'proq biz foyda qilishimiz mumkin agar hamma сделкаlarimiz bizga plusga yopilsa. Demak, ko'rib turganingizdek сделка ochdik, lekin bozor tepaga qarab yuryapti. Agar bizning сделкamizni minusga yopib ketsa, 1 minutlik switchada biz yana pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi $150 dan minusimizni qoplash uchun. Demak, 1 minutlik сделкamiz yopilishiga 25 sekundcha qoldi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, 20 sekund qoldi va bozorda volatilность katta. Hozir impuls bilan bozor pastga qarab yurib berishi ham mumkin. Demak, ikkita switch balandga qarab yurib berdi, keyingi switch hozir tepaga qarab ko'tarila olmayapti, yana pastga qarab tushib ketyapti. Hozir buni holatini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ya'ni volatilность katta hozir bozorda, lekin bizani mana уже liniyamizni test qildi va hozir bozor urib o'tib ketdi. Demak, bitta сделкamiz minusga yopildi, ko'rishinglar mumkin. Slishkim tez bozor harakatlanyapti. Bu yoqdan bitta dagon qilib yana 1 daqiqaga сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Nega 1 daqiqaga ochdik? Chunki bozor hozir скорее всего pastga qarab yurish kerak, chunki bozor uzoqdan holatini ko'rdik. Понижающий trend bor edi, o'shaning uchun biz 1 daqiqaga pastga qarab ochib qo'ydik. Ham bu yoqda bizani trend liniyamizni bozor buzib o'tdi va hozir yana shu liniyamizga qaytib kelish kerak. Demak, ko'rib turganingizdek impuls bilan yurib berganda bozor yana orqaga qaytib kelyapti va bizani сделкаlarimizni hozir 2 minutlik сделкamizni ham bizani minusga yopib qo'yishi mumkin, lekin volatilность katta bo'lgani uchun menimcha plusga yopib boradi. Demak, biz hozir holatni kuzatamiz, ko'rib turganingizdek вообще volatilность katta bo'lyapti bozorda. Shunga qarab bizani minusga ham yopib borishi mumkin pastga tushayotganda bozor impuls bilan, lekin yana orqaga qaytdi. Hozir dalish tepaga qarab yurib ketib qolishi mumkin. Demak, bizani 2 minutlik сделкamiz tugashiga ko'rishinglar mumkin 5 soniya qoldi. U сделкamizni menimcha bozor bizga minusga yopdi. Bizga asosiysi mana bu сделкamiz kerak. Demak, $150lik сделкamiz bizga plusga yopildi. Videoni boshida bizani balansimizda $2028 bor edi va ko'rishinglar mumkin. Bitta yana $150 ga 1 daqiqaga сделка ochdik, $1704 qoldi. Nega pastga qarab ochdik? Bu yoqda mana bu bizga molot switchasi deyiladi. Bunaqa switchadan keyin ko'pincha bozor pastga qarab yurib ketadi. Ya'ni maksimumni yengiladi bozor, endi impuls bilan bizga pastga yurib berish kerak. Keyingi сделкаlarimizni уже bizga bozor plusga yopib berish kerak. Demak, ko'rib turganingizdek keyingi switch уже bizga yaxshigina impuls bilan yurib berdi. Biz bemalol buni $70 ga qaytarsak bo'ladi. Agar shu uchala сделкamiz plusga yopilsa, biz bemalol bugungi торговля sessiyamizni stop qilsak bo'ladi. Yaxshigina foydaga chiqib qolgan bo'lamiz. Demak, bizning 3 minutlik сделкamiz yopilishiga ko'rishinglar mumkin 10 soniya qolganda bozor yaxshigina impuls bilan tepaga qarab yurib berdi va hozirda volatilность katta bo'lgani uchun bizning сделкamizni ozginagina minusga yopib bordi. Demak, vazvirat bo'libdi, ko'rishinglar mumkin va bizning $150 сделкamiz plusga yopiladi. Demak, rovna bizning $70 vazvirat qilib berdi. Balansimizda уже $2031 bo'ldi. Закрытый bo'limiga o'tsak, bu yerda ko'rishinglar mumkin. Ikkita minus, bitta vazvirat, ikkita plus $150 dan turibdi. Demak, bu сделкamiz bizga plusga yopilsa, biz yaxshiroq foydaga chiqqan bo'lamiz. Ya'ni $120 bizga plus olib kelsa, hozir buni dohodnisi 92 dan 72 ga tushib qopti. O'shaning uchun bizga pribel sal kamroq bo'lib qoldi. Bu $120 olib kelsa, общий bizga sizlar bilan birgalikda hozir mana shu чистый foydamiz bo'ladi. Demak, bu valyutni parani dohodnisi tushib ketib qolganini ko'rmay qoldim. Videoni boshida 92% edi. Bizning dohodnisimiz ham tushib qoldi. Bu сделкamiz ham bizga menimcha 100% lik plusga yopiladi. Shu сделкamizni ko'rib boshqa valyutni parada, ya'ni
ya'ni foizi kattaroq valyutniy parada bitta ikkita сделка ochib foydaga chiqib bemalol targovlik sessiyamizni stop qilsak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizda $64 bizga чистый прибыль berdi, $2165 bo'ldi. Kelinglar biz 92% daromad berayotgan valyutniy paraga o'tamiz. Bunda ham biz D1 ga o'tishimiz kerak, bozor holatini uzoqroqdan ko'rishimiz kerak. Demak, bu yerda qanaqa holat ko'rishingiz mumkin? Bozor impuls bilan pastga qarab tushib bergan va bu yerda support zonamizni bitta bozor test qilgan. Hozir bozor bizga kichkinaroq time frame da tepaga qarab yurib berish kerak. Nega tepaga qarab? Bozor support zonani test qilib, uje bizga sekin tepaga qarab yurib berish kerak. Kelinglar, bu yerda bitta va 2 daqiqaga yana bitta tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. Hozir buni natijalarini ko'ramiz. Сделка bo'limiga o'tib, videoni tezlashtirib natijani kuzatamiz. Mana bizani birinchi сделкamiz yopilishiga 4 soniya qoldi va hozir volatilность katta, lekin baribir bizani birinchi сделкamizni bozor plyusga yopib berdi. Ko'rishingiz mumkin, undan keyin impuls bilan tepaga qarab yurib berdi. Demak, keyingi сделкamiz yopilishiga hali 55 soniya bor. Bu сделкamiz natijasini ham sizlar bilan birgalikda videoni tezlashtirib kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizning ikkinchi сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi va bu сделкamiz ham bizga 100% plyusga yopilib berdi. Aytib o'tganimdek, support zonani test qildi bozor va tepaga qarab yurishni boshladi. Bizning balansimizda uje $2294 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda bugungi videorolikimizda, bugungi targovlik sessiyamizda $266 чистый прибыль qildik. Agar sizlarga xuddi shunaqa statistika, taktika va strategiyalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa ma'lumotlarni ko'p chiqarib turamiz va Telegram kanalimizda signallar ham berib boramiz. Demak, Telegram kanalimiz silkasi video описаниесida bo'ladi. Bemalol o'tib olishingiz mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.